Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum Vodiy Chorva kanalining hurmatli obunachilari va YouTube kuzatuvchilari. Inshaalloh Vodiy House kanalining admini Muhammad Oyib sizlar bilan qo'limizdan kelgancha jo'jani 5 kunligida nimalar berish kerak, nimalarga e'tibor berish kerak, qanaqa qilib chiroyli holatda Andijon xurujidan katta qilishlikni qo'limizdan kelgancha sizlar bilan ulashib boryapmiz. Bilmaganimiz sizlardan o'rganyapmiz, bilganimizni qo'limizdan kelgancha mana shu video orqali o'rgatyapmiz. Avvalo Alloh sababchi qilib biz shu ishga qo'l urganmiz. Shu proyektdamiz. Xudo xolasa chiroyli bo'lib, Andijon xurujilarimiz katta bo'lib qoldi. 5 kunlik holatda buni jo'ja bahayotgan aka-ukalarimiz biladi, qanaqa gamburaligini, nima effekt berishligini. Bilmaganlar uchun o'rgatib ketamiz, bilganlar uchun eslatma. Bu gamburani 4 litr sutga 4000 qancha ham jo'jam borligi uchun 4200 tadan jo'jam bo'ladi aslida. Mana 2000 dozaligini olib kelganmiz. 4 dozali 2000 dozadan ikkita 4000 doza bo'ladi. 4000 dozani 4 litr iligan sutga yoki qaynatib turib bir qator suvni ham qaynatib olsanglar bo'ladi. Bir qator qaynatib turib, keyin suvni ham qaynatib, sovigandan keyin berish kerak. Yana bitta yo'li bor. Men anchadan beri shu yo'lni qilaman. Chunki ulgurmay qolaman. Qandaydir shunaqa vaziyat bo'lib qoladi doim. Hozir qaynatmasdan berdim. Sutni ham ilitdim, suvni ham ilitdimda, qo'lim kuymas oldi. Ilmli holatga kelgandan keyin, ikkita bo'ladigan holatga kelgandan keyin jo'jalarga shunday 4 litr suvga 4000 dozali gamburani solib, aralashtirib, bir qator xudo xolasa suvga aralashtirib 21 litr suv, 4 litr sut hisobiga 25 litr suvga shunday aralashtirib berib yuborasizlar. Holati shunaqa bo'ladi, mana sut holatiga kelib qoladi. Shunda jo'jani o'zgarishi ham, yeb ichishi ham, ishtahalari ham, har xil kasalliklari ham yo'qoladi. Shuning uchun bizda doim bu narsa takrorlanib keladi. Har 5 kunligida bersangiz bo'ladi. Men doim 5 kunligida beraman. Sababi yaxshi katta bo'ladi, sog'lom katta bo'ladi. Mana shunaqa tirishqoq ko'ryapsizlar, mana sog'lom bo'lgani uchun yugurib pirillab boryapti. Shunda ozgina narsani mana misol mana shu narxi 4000 dozaligi 230 mingga oldik. O'zi aytadi, petaptikiga borsangiz muzga o'rab beradi. Muzga o'rab bergandan keyin necha minut yetib oladi. Shu holatga qarab muz yoniga qo'shib beradi, salafanga o'rab. Shunda bemalol olib borib manzilingizgacha yetkazib, jo'jalaringizga berib yuborasiz. Avvalo jo'jani so'raydi, nechta sutiga? 4000 talik. 4000 talik desangiz, mancha suvga mancha sutni aralashtirib, gamburani sutga aralashtirib berasiz. Bu o'lik bakteriya, tirik bakteriya bo'lgani uchun nimaga aralashtiriladi? Sutga aralashtirganning sababi yo sutga, yo nima desa bo'ladi mana. Hali qatiqdan chiqadigan, hozir esimga kelmay qoldi, to'g'risi. Kommentariyada yozib ketinglar, qatiqdan chiqadigan suv bo'ladi, qatiq suvi. Nima deylardi? Menimcha jicha esimdan chiqib qoldi. Avvalo uzr so'raymiz. Bilganlar kommentariyada yozib yuboringlar iltimos. Shuni yo sutga yoki asha qatiqdan chiqadigan suvga qo'shib bersanglar, shu o'lik bakteriya tiriladi. Shundagina rezultati yaxshi bo'ladi. Suvga qilsanglar bo'lmaydi. Suvda tirilmaydi bakteriya. Shuning uchun iloji boricha yo sutga yo qatiqdan chiqadigan suvga qilish kerak. Sababi bakteriya tirilmay qoladi. Keyingi bosqichga o'tadigan bo'lsak, xudo xolasa keyingi bosqichda lasotasini beramiz. Keyingi bosqichda 15 kunlik yo'q 20 kunlik bo'lganda lasota bronxit qilamiz. Chumog'iga qarshi birinchi o'rinda shu narsalar ketiladi. Jo'ja chiqayotganda o'zi bitta dori qilinib chiqadi. Uni ham videolarimiz davomida aytib o'tib ketaman. 1 kunlik jo'jaga qilayotganimizni video qilib chiqarib beraman inshaalloh. Xudo xolasa bu partiyadan keyin tovuqqa harakat qilamiz. 5 mingta tashlaymiz shu yerga. 5 mingta makion tashlaymiz. Faqat makion. Sababi bularni onalarini sotishni boshladik. Xudo xolasa 3 mingta tovuqimiz qoldi. Kimga zarur bo'lsa, bemalol pastdan nomerlar qoldiramiz. Aloqa qilsanglar, chiroyli qilib O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Dastavkasi kelishilgan holatda bo'ladi. Narxlari 120 ming so'mdan bo'ladi. Tovuqlarimizni 1 kunlikdan xo'p 1 oygacha bo'lgan jo'jalarimiz bor hozirda.
Ular ham sotiladi. 1 kilo jo'jalarimiz 5000 so'mdan, bir haftadan 10 kungacha bo'lgan jo'jalarimiz 13000 so'mdan. Undan yog'i ketaveradi, narx qo'shilib 20 kilo jo'jalarimiz bor. 20 kilo jo'jalarimizni xudo xolisa 15000 so'mdan qilib beramiz. Zaril bo'lgan aka-ukalarimizga jo'natib qo'yasizlar. Mana hozir ko'ryapsizlar, hamma meva chevib pishdi. Hammaning qo'lida puli bor. Hech bo'lmasa 3 ta 4 ta bo'lsa ham uyingizga tovuq qilib qo'ysangiz, hech bo'lmasa bolalaringiz tuxum qo'g'irib yeb turadi. Buni Andijon qora tovuqlarining afzallik tomonlari tuxumida. Tuxumi o'ta shirin bo'ladi, kaloriyasi boy bo'ladi. O'ta ham kaloriyaga boy bo'ladi. Shuni hisobiga Andijon qora jo'jalari trendda hozirda. Andijon qora tovuqlari jo'jalari ham trendda. Bunaqa hozir zo'r bo'layotgan biznes yo'q. Taklif qilaman. Mana shu biznes qilmoqchi bo'lgan aka-ukalarimizga chiroyli qilib mana shu biznesni yo'lga qo'ysanglar bo'ladi. Foydasi ham yaxshi, xudo xolasa zo'r bo'ladi. Xo'p, endi buni sizlarga yomon tomonini aytib o'tib ketay, hurmatli obunachilar. Jicha bee'tibor bo'lib qolsanglar, 1 kilo jo'jani ko'pchilik olaman deydi, olib baqadi. Keyin eplay olmay qoldim aka. Nima qilsam bo'ladi, ko'p o'lib qolyapti. Jo'jam yaxshi katta bo'lmayapti degan aka-ukalarimiz uchun tavsiyamiz mana 20 ta 30 ta o'ladi, iloji yo'q. Bizdan zo'r ham o'ldirgan, biz ham iloji yo'q o'ldiryapmiz. Endi artistlarni o'ldirmaymiz, lekin qaramay qolsangiz yoki bitta joyga mana qilib to'planib olsa, o'lib qolishi ehtimoli katta bo'ladi, chunki jo'jani jicha har xil boqib qo'yishingiz mumkin, katta kichik bo'lib qolishi mumkin, shuni hisobiga o'lib qolishi mumkin. Hurmatli obunachilar, bemalol aloqaga chiqinglar. 1 oylik jo'jalarimiz 25000 so'mdan, 1 kilolarimiz 5000 so'mdan, 10 kun 15 kilolar, bir haftadan 10 kungacha bo'lgan jo'jamiz 13000 so'mdan, 20 kilo jo'jalarimiz 15, 18, 20 gacha bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kimga zarur bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz, aloqaga chiqinglar. O'zbekistonning 12 ta viloyati bo'ylab yetkazib beramiz, dastlabki xizmatini chiroyli qilib beramiz. Bizga o'sha avionni bahayotgan aka-ukalarimizga tavsiyam, xuddi shunaqa pushka olsanglar 1 million 200 ming so'm turadi. Buni menga hech qanaqa foydasi yo'q, faqatgina aytib o'tib ketishim kerak. Shuning uchun sizlarga aytib o'tib ketyapman. 1 million 300 ming olasiz, manaqa pechkalar yaqin boshqa bo'lib o'tirmaysiz. O'zi yoqib o'zi o'chiradi. 35 gradusga qo'yib qo'yganman, 35 gradus xona bo'ladi. Ishni o'zi avtomatik o'chiradi, avtomatik yoqadi. U ko'rib turgan bo'lsanglar, gradus turibdi. Bemalol harakat qilsanglar bo'ladi. Keyin xuddi shunaqa balandlikda bitta ventilator qo'yishingiz kerak. Ventilator sababi jo'jaxona namlanib ketib qoladi. Ko'p axlat qiladi. 4000 ta jo'ja endi o'ylab ko'ringlar, namlantirib yuboradi. Iloji yo'q. Shuni esdan chiqarmanglar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zingizlar ehtiyot qilinglar. Kanalda admin Muhammad Ayib bo'ldi sizlar bilan. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, hurmatli obunachilar. Bizni podpishka qilish uchun bittadan like tugmachasini bosib, kommentariyaga olg'a O'zbekiston, Andijon qora jo'jalarining biznesini boshlayman inshaalloh deb yozib qo'yinglar. Sizlarga ham nasib qilsin avvalo. Ali qatiqdan chiqadigan suvni ham nomini yozib ketinglar. Kim bilsa, uzr bilmay qoldim, so'kishimga yo'q, qarg'ashimga yo'q, hurmatli obunachilar. Qo'limizdan kelgancha sizlarga Andijon qora jo'jalarining biznesini yoritib berishga harakat qildik. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.